Assalomu alaykum muhtaram ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli mijozlar va hamkorlar. Korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida tizimli islohotlar olib borilmoqda. Ushbu siyosatni qo'llab-quvvatlash maqsadida Asakibank aksiyadorlik jamiyati tomonidan ham bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. Bugungi brifingimizda 2025-yil 9 oyi davomida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot beramiz. Avvalambor Asakibank aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi qaroriga asosan korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish maqsadida Compliance nazorat departamenti 2021-yil 28 fevralda tashkil etildi. Mazkur sertifikat talablari asosida ishlar davom ettirilib, 2025-yil 1-chorakda sertifikat muddati tugashini inobatga olib, qayta sertifikatlash jarayonidan muvaffaqiyatli o'tildi. Sertifikatlovchi organ tomonidan qayta sertifikat taqdim etildi. 2024-yil davomida bank tizimida mavjud bo'lgan 24 ta vazifa va funksiyalar korrupsion risk darajasiga ko'ra past, o'rta va yuqori toifalarga ajratildi. Ushbu ma'lumotlar e-antikor.uz elektron platformasiga joylashtirildi. O'rta va yuqori toifaga kiritilgan funksiyalardagi korrupsion holatlarni kamaytirish maqsadida tegishli chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Yakka qaror qabul qilish va byurokratik to'siqlarni bartaraf etish maqsadida yo'nalishlar bo'yicha komissiyalar tashkil etildi hamda avtomatlashtirilgan tizimlarga bosqichma-bosqich o'tish ishlari olib borilmoqda. 2025-yil davomida bank xodimlari o'rtasida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish maqsadida 1148 ta shartnoma bo'yicha kontragentlar o'rganildi va manfaatlar to'qnashuvi yoki salbiy holatlar aniqlanmadi. Xodimlarning korrupsiyaga qarshi kurashish madaniyatini oshirish va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha qo'llanma ishlab chiqilib, 675 nusxada chop ettirilib, xodimlarga elektron va bosma shakllari tarqatildi. Xarid jarayonlari doimiy ravishda o'rganib borildi. 2025-yil davomida bank tizimi xodimlari uchun 48 ta o'quv seminar va davra suhbatlari tashkil etildi. Ularda 1749 nafar xodim ishtirok etdi. Asakibank bosh ofisida bank boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari, Compliance nazorati departamenti mutaxassislari hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi mas'ul xodimi ishtirokida tadbir tashkil qilindi. Namangan va Samarqand viloyatlarida hududlardagi prokuratura organlari va Markaziy bank mutaxassislari ishtirokida BXM xodimlari uchun Asakibankda korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashish, toza biznes va ishonchli moliyaviy muhit yo'lida mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Surxondaryo, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlaridagi mahalla bankirlari faoliyati joyiga chiqib o'rganildi. Ularga korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish bo'yicha tegishli tushuntirishlar berildi. 2025-yilda Asakibank aksiyadorlik jamiyati tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish maqsadida quyidagi ustuvor vazifalar amalga oshiriladi. Byurokratik to'siqlarni aniqlash va xizmat turlarini raqamlashtirish ishlari jadallashtiriladi. Bank faoliyatida maishiy va tizimli korrupsiya omillarini aniqlash va bartaraf etish chora-tadbirlari rejasi ishlab chiqiladi. Bank filiallari xodimlarining mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonidagi amaliyotlarini baholash maqsadida sirli mijoz usulida nazorat tadbirlari o'tkazish orqali aniqlab boriladi. Mahalla bankirlari orasida korrupsiyaga qarshi murosasizlik muhitini yaratish maqsadida ijtimoiy rolik va qo'llanmalar ishlab chiqiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyul 5177-sonli korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida ishga qabul qilishni ochiq tanlov asosida amalga oshirish hamda tanlov doirasida o'tkaziladigan sinov tadbirlarini internet tarmog'i orqali real vaqt kuzatishni yo'lga qo'yiladi. Bankning rasmiy veb-sayti va mobil ilovalarida fikr bildiring bo'limi orqali aholi va tadbirkorlarga bank xizmatlari, korrupsiyaviy holatlar, to'siqlar va xizmat sifati yuzasidan fikr bildirish imkonini yaratish, kelib tushgan fikrlarni tahlil qilib, chora ko'rish mexanizmlarini yo'lga qo'yish, omonat xizmatlariga Face ID tizimini joriy etish ishlari yakunlanadi. To'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida xaridlar salmog'ini tushirish choralari ko'riladi. Bank balansini optimallashtirish maqsadida xizmat avtomobillari kamaytiriladi.
antifrod tizimi takomillashtirilib, kiberkorrupsiya va kiber jinoyatlari oldi olinadi. Har chorakda amalga oshirilgan ishlar va yuzaga kelgan holatlar muhokama qilinib, tezkor chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, korrupsiyaga qarshi kurashish faqatgina huquqiy va ma'muriy choralar bilan cheklanmaydi. Ushbu jarayon xodimlarning ongini o'zgartirish, ularda korrupsiyaga nisbatan murosasizlikni shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega. Asakabank O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev belgilagan adolat va shaffoflik tamoyillariga amal qilgan holda ishonchlilik va barqaror taraqqiyot yo'lida korrupsiyaga qarshi kurashishni davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.